Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash darslaridan birodarlar, faqirlik manzilatini boshlagan edik, davom etamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: Astagfiru billah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilalloh vallohu huval g'aniyyul hamid. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar. Alloh taoloning o'zigina behojatdir va maqtovga loyiq zotdir. Alloh azza va jalla mana oyatda insonlarning hammasini o'ziga muhtoj ekanligini aytayapti. Ey insonlar deyapti. Bu yerda musulmoni ham, kofiri ham, ateisti ham hammasi kirib ketadi. Mana shu oyatning nassi bilan birodarlar, bandaki bor Allohga muhtoj. Mana shu muhtojligi, Allohga faqirligi bandani foydasi uchunmi, zarari uchunmi? Demak, inson zaif, inson muhtoj, inson Allohga faqir. Uni faqir bo'lishligi, Allohga muhtoj bo'lishligi, uni foydasimi, zararimi? Birodarlar, foydasi. Agar banda o'zini faqirligini, Allohga muhtojligini tan olsa, albatta baxtli bo'ladi. Bizni dunyoda saodat topishimizning asosiy sabablardan bittasi o'zimizni Allohga muhtoj ekanligimizni tan olishimizda, Allohga faqirligimizda. Ya'ni agar siz o'zingizni zaifligingizni tan olib, Allohga faqir ekanligingizni tan olsangiz, Robbingizga intilasiz. Robbingizga yaqin bo'lishga harakat qilasiz. Robbingizni rozi qilishga harakat qilasiz. Endi ibodat qilib, Allohni rozi qiladigan ishlarni qilib, Allohga yaqin bo'lar ekansiz, bu narsa sizni saodatli qiladi. Bandani dunyoda, oxiratda saodat topishi Allohga yaqin bo'lishligiga bog'liq. Endi yaqin bo'lishligiga biz aytayotgan faqirligi sabab bo'ladi. Inson Allohdan qancha uzoqlashsa, shuncha shaqovatga botib boradi. Shunchalar baxtsiz bo'ladi. Dalil. Alloh taolo Toha surasida marhamat qiladi. Astagfiru billah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lur. Eslatma nima? Eslatma Qur'on, eslatma din, eslatma shariat. Inson Allohdan yuz o'girsa, o'zini olib qochsa, Allohdan uzoq bo'ladigan bo'lsa, mana oyatda aytayapti, uni hayoti tang bo'ladi. Demak, biz o'zimizni Allohga faqir ekanligimizni, muhtoj ekanligimizni tan olsak, intilamiz Allohga yaqin bo'lishlikka. Allohga yaqin bo'lar ekanmiz, saodat topamiz. Endi inson o'zini Allohdan behojat bilsa-chi, meni muhtojligim yo'q Allohga, men behojatman desa-chi, Allohdan uzoqlashadi. Bu uzoqlashishi uni baxtsiz qiladi. Astagfirullah. Yuridullohu an yukhaffifa ankum va xuliqal insanu za'ifa. Alloh sizlardan yukingizni yengillatishni istaydi. Zotan inson ojiz qilib yaratilgandir. Mana siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz bizni tabiatimizni qanaqaligini aytayapti. Sizlar ojizsizlar, sizlar nimasizlar? Zaifsizlar. Inson zaif, inson ojiz. Alloh taolo aytayapti-da, ey bandalar, men sizlarni zaif qilib yaratdim. Nima uchun? Menga iqbol qilishinglar uchun. Menga e'tibor qilishinglar uchun. Menga iltijo qilishinglar uchun, mendan madad so'rashinglar uchun. Agar Alloh taolo insonni zaif emas, quvvatli qilib yaratib qo'yganida, Allohga mana shu ojizligi, faqirligi bo'lmas edi. Allohga uni yaqin qiladigan sabab bo'lmas edi. Endi o'zini behojat bilgandan keyin ikki dunyoda baxtsiz bo'lar edi. Agar sizlarni behojat qilib, kuchli quvvat qilib yaratib qo'yganimda, sizlar mana shu kuch-quvvatingizga ishonib turib, suyanib turib, mendan uzoq bo'lardinglar, shu bilan baxtsiz bo'lardinglar. Shuning uchun puliga ishongan, mansabiga ishongan odamlarni qarasangiz, albatta baxtsiz ular.
O'sha puliga, mansabiga ishonadi, Allohga ishonmadi, Allohga suyanmadi. Mana bizni zaif qilib Alloh yaratibdi. Bu bizning foydamiz. Buni tushunishimiz uchun bir misol keltiramiz. 50 ming dollarga bir stanok oldingiz. 50 ming dollarga katta stanok olib keldingiz, sexingizga o'rnatdingiz. Ana shu stanogingiz kuchli ishlangan, lekin bitta qismi, bitta joyi zaif qilingan, atayin. Nima deyiladi u joyi? U yerda nima turadi? Предохранитель turadi. 50 ming dollarga olgan stanogingiz kuyib qolmasligi uchun tokni kuchi ko'tarilib tushganda, o'ynaganda tokni kuchi ana shu предохранительga kuch keladida, shu yerda uzib qo'yadi. Shu предохранитель kuyib qoladi, shu bilan 50 ming dollar stanogingiz omon qoladi. Qarang, o'sha stanokni yasagan aqlli odam shu 50 ming dollarlik stanogi kuymasin deb bitta joyini atayin zaif qilib qo'yapti. Va mana shu zaif bo'lgani shu stanok uchun yaxshi. Bizni mana shunday ojiz, zaif qilib qo'yganligi bu bizning foydamiz. Ana shu zaifligimizni, ojizligimizni tan olsak, Allohga muhtojligimizni bilamiz. Allohga muhtojligimizni bilib tan olsak, baxtli bo'lamiz. Ma'qulmi? O'ylang, masalan, umuman charchamasangiz. 24 soat 7 kun ishlasa charchamasangiz. Hech yetingiz og'rimasa, umuman muammoingiz bo'lmasa, Alloh deyishlikka sabab bo'lmaydi-da. Shuning uchun Allohni tanimagan, qo'lida puli bor yoki mansabi bor bo'lgan odamlar Alloh demaydi-da. Chunki Alloh deyishlikka unga povod bo'lmadi. Shuning uchun birodar, ishingiz yurishmayotgani sizga Allohni eslatyapti. Kasal bo'lganingiz Allohni eslatyapti. Boshingiz bir muammoga kirib qolganligi Alloh deyishingizga sabab bo'lyapti. Demak, mana shu narsalar sizning nimangiz ekan? Foydangiz ekanmi? Demak, birodarlar, birinchi fikr, qarshingda haqiqat turibdi. Uni tushungin, qabul qil. Ikkinchi fikr, sen Allohga faqirsan, muhtojsan. Qabul qilasanmi, qilmaysanmi, tan olasanmi, tan olmaysanmi, bu fakt. Uchinchisi, faqirlik, sening faqirliging, Allohga muhtojliging seni saodatli qilish uchun qilindi. Allohga faqirliging, muhtojliging seni saodating uchun, dining uchun, dunyo uchun va oxirating uchun kerak. Demak, kerak ekan zaiflik. Faqirlik, muhtojlik, uni ma'nosi. Har bitta odam faqir, muhtoj. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bizni odamlarni kallasidagi tasavvur faqirlik deganda faqatgina shu qo'li kalta, puli yo'q, tirikchiligi og'ir bo'lgan odam. Topishi oz, doim yetishmovchilikda zo'rg'a kun kechirayotgan odam. Bu odamlarning tasavvuri. Mana ko'rdinglar-ku, rostgo'ylik deganda odamlarning ko'pchiligi yolg'on gapirmaydigan odam deb tushunadi. Lekin mana darslarimizda aytdik, rostgo'ylikning ma'nosi juda keng ekan. Yoki hayo dedik mana. Hayo desa odamlar faqatgina shu yerga qarab turadigan, beti qizaradigan, odamlarga tikka gapira olmaydigan odam deb tushunadi. Bu eng past ko'rinishi hayoni. Hayoni ham ma'nosi juda ham keng ekan. Endi xuddi shunga o'xshagandek, birodarlar, faqirlikning ham ma'nosi katta. Odamlar o'ylayotgan faqat puli yo'q odam faqir emas. Hamma faqir Allohga. Nafs ulamolar aytayapti, sen har qancha katta boy bo'l, har qancha katta mansabdor bo'l, baribir Allohga faqirsan, muhtojsan. Masalan, Alloh taolo senga shunday bir kasalni berib qo'yadi, dardni. Dunyoni hamma pulini sarflasang ham uni nima qila olmaysan, ketkiza olmaysan. Bir olim aytadi, tabibning huzurida o'tirdim. Tabib unga qo'ng'iroq chalinib qoldi. Telefonni ko'tardi. Narigi tomondagi odamga tabib aytayapti. Natijalar keldi qo'limga, ko'rdim. Bolangiz kasali, bu o'sha kasalning oxirgi bosqichida ekan. Hech qanaqa umid yo'q. Narigi tomondagi odam, qayerga desiz olib boraman, nech pul desiz beraman, har qanaqa narsangizga roziman, muhayyo qilaman, yo'lini qiling. Tabib aytayapti, uzr birodar. Bu yerda tabobat meditsina ojiz.
umid yo'q dedi. Endi buni eshitib turgan boyagi olim aytayaptiki, titrab ketdim deydi. Qo'lida shuncha katta dunyosi bo'lib turib, bitta bolasini tuzatib olishlikka imkon topadi. Birodalar, shunaqa bir musibatlar bor. Agar Alloh shuni ustiga solib qo'yadigan bo'lsa bir bandani, hech kim yer yuzidagi hamma odamlar ham yig'ilib tuzatib qo'ya olmaydi. Mana Steve Jobs ko'p aytdik. O'sha Apple kompaniyasining asoschisi 7 milliard dollar pulni topib, qoldirib ketaverdi. Oshqozon osti bezini raki sababidan ketaverdi. Saraton. 7 milliard dollar, birodalar, o'ylab ko'ringlar. U butun больницani, u doktorini, hamma yo'g'ini sotib olishga kuchi yetadi. Ancha-muncha davlatni sotib olishga kuchi yetadi. Shuncha pulni topib, hech narsa qila olmasdan ketaverdi. Demak, birodarlar, pul hamma yo'lda hal qilib beradi degan tushuncha noto'g'ri ekan. Hamma muammoni Alloh hal qilib beradi. O'zi nima muammo kelayotgan bo'lsa, Allohdan uzoq bo'lganligimiz uchun keladi. Ko'p qaytaramiz, oyatni ko'p aytamiz. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish sababli keladi, deyapti Alloh. Ha, siz Allohga muhtojligingizni, faqirligingizni tan oling, Allohga intiling, Allohga yaqin bo'ling, shu muammo bo'lmaydi. Shuning uchun inson yuksalishini xohlaydigan bo'lsa, ko'zi ochilishini xohlaydigan bo'lsa, haqiqatni topishni xohlaydigan bo'lsa, o'zini Allohga muhtojligini tan olsin. Pulim bilan hamma yo'lda hal qilib yuboraman, tanishlarim bilan har qanday mushkullarni hal qilib qo'yaman degan odam g'irt johil ekan. Bu odamning tasavvuri, tushunchalari noto'g'ri ekan. Muhtoj emasman, quvvatliman deyapsanmi? Ha, xo'p. Yeyotgan oshingdan bitta guruch o'tib ketib qoladi. Napas yo'liga. Kimga telefon qilib ulgaysan? Klapan ochildi, yopilmay qo'ydi. Klapan ochiladi, bilasiz, yutinganda oshqozonga, qizilo'ngachga ketadi ovqat. Yutunib bo'lganingizdan keyin klapan oshqozonda yo'lini yopadi, havo o'pkaga ketadi. Mana klapan deylik, o'pkani yo'lini to'sdi, oshqozonni ochdi. Keyin yopilmay qoldi. O'pkaga havo o'tmay qoladi. Kimga zivona qilib ulgaysiz? Qaysi pulingiz bor o'sha